insoniyatning necha ming yillik tarixiy tajribasi bir haqiqatni doimo tasdiqlab keladi. Ya'ni o'z oldiga buyuk maqsadlar qo'ygan xalq faqat va faqat sog'lom va baquvvat bo'lgan taqdirdagina ko'zlagan marralarga erishadi. El yurtning sog'lom bo'lishi, ulkan ishlarga qodir bo'lishida esa hech shubhasiz jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati beqiyos. Prezidentimiz tashabbusi bilan Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti va uning barcha hududiy filiallari orasida forum tashkil qilindi. Bu forum tashkil qilinganidan juda xursandmiz. Biz forumda futbol sport turi bo'yicha o'z jamoamiz bilan qatnashib turibmiz. Bu forumni tashkil qilgan barcha mas'ullarga rahmat va jamoalarga omad tilaymiz. Bugungi forumda Paralimpiyada tarkibiga kiruvchi suzish musobaqasida ishtirok etdim va g'olib bo'ldim. Bunday imkoniyat uchun tashkilotchilarga va tashabbus egasi prezidentimizga rahmat. Sog'lom inson, sog'lom millat, hurmat 2025. Muhtaram prezidentimiz video selektorda topshiriq berdilarki, har bir oila, har bir xodimlar o'zlarining oilalari bilan, jamoalar bilan birgalikda tarixiy shaharlarga ziyorat qilishni taklif qilib berdilar. Mana shu maqsadda ham bugun biz Xiva shahrida turibmiz. TUYT is the best university in Uzbekistan. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan aynan yoshlarga oid davlat siyosatini olib borishlarida, yoshlarga katta e'tibor berishlarida va shu bilan birga bilasizlar, ularning chiroyli so'zlari bor. Yoshlar bizning bebaho boyligimiz, ular kelajakka ilg'or yurg'izadigan bir katta kuchdir degan bir jamoa, bir oila bo'lib, yig'ilgan forum ishtirokchilariga yaxshi kayfiyat ulash uchun qiziq chiqishlarimiz bilan ishtirok etmoqdamiz. Ishonamizki, bugungi forum biz yoshlarni, iste'dodimizni barchaga namoyon etishimizda yaxshi maydon bo'ladi.